mashhur italyan bolalar yozuvchisi Gianni Rodari 1920-yilda Ameniya shahrida dunyoga kelgan. Gianni Rodari ilk Quvnoq she'rlar kitobi to'plami 1951-yilda bolalar hayotiga bag'ishlab yozilgan. Yengil vaznli hajviy o'ynoq she'rlari, nasriy asarlari, folklor an'analari ruhida yaratilgan. Ijodkorning Cipollinoning boshidan kechirganlari, ertak qissasi ayniqsa mashhur bo'lib, asar qahramonining afsonaviy mamlakatdagi g'aroyib sarguzashtlari fantaziya va hajv usullari vositasida yoritilgan. Gianni Rodari ijodi jahon bolalariga quvonch ulashib, ularning hayotini sevishga, ardoqlashga da'vat etmoqda. Halol, komil inson bo'lib yetishish yo'lida tarbiyachi vazifasini o'tab kelmoqda. Ijodidagi ezgu tuyg'ular, kuchli psixologik talqini, ularning ichki kechinmalarini ochishda o'ziga xos ijrosi bilan ajralib turadigan aktyor va xonanda O'zbekiston xalq artisti Surat Po'latov 1931-yili Toshkent shahrida tavallud topgan. Surat Po'latov Tohir va Zuhrada Qodir, Farg'ona hikoyasida Aziz, Ravshan va Zulxumorda Ravshan, Vatan ishqida Olimjon, Nodirada Razzoq kabi yetakchi rollarni ijro etib, san'at muxlislarining ko'nglidan joy olgan. Xonanda sifatida Yangi sozim, Sevgi niholi, Ochil gulim, Parvona bo'libman, Otmagayton kabi qo'shiq va ashula yo'llari bilan tanilgan. Shuningdek, 1960-yildan O'zbekiston radiosidagi mashhur Tabassum ustaxonasida hamda filmlar dublajida doimiy qatnashgan. O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, Mehnat shuhrati ordeni, Ofarin mukofoti sovrindori, kompozitor, dirijor, mohir sozanda va pedagog Farhod Alimov 1947-yili Toshkent shahrida tug'ilgan. Farhod Alimovning qator vokal simfonik asarlari, xalq cholg'ulari orkestri uchun yaratgan cholg'u kuylari, qo'shiqlari zamonaviy o'zbek musiqasi madaniyatidan keng o'rin olgan. Kompozitor simfoniya, ovoz va orkestr uchun konsert, Maftuningman Toshkent, Sayyoramizni asrang vokal xoreografik kantatalari, O'zbek xalq cholg'ulari orkestri uchun konsert va 3 ta uvertyurasi, Ona xotirasiga poemasi, Torli kvartet, G'ijjaklar kvarteti uchun suita, qator cholg'u pyesalari, Muhabbatnoma baleti, xalq cholg'ulari orkestri uchun Shodiyona, Tabriknoma uvertyuralarini, Mehrobdan chayon, Muhabbat nidosi kinolariga musiqa, turli cholg'ular uchun yirik va kichik janrdagi asarlarni yaratgan.